2, 3. Voy do'stlar. Temir chopardimi hozir? Ha, temirni kesdi. Do'stlar, mana ketmonni ko'ryapsizlar. Haqiqiy nimadan bo'lganki? Relsdan bo'lgan bu. Relsdan bo'lgan. Poyezd yo'li relsdan qilyapmiz. Temirni temir kesib yubordi, to'g'rimi? Shundoq. Bu plot, bu stalnoy material. Juda o'tkir, mana shu oddiy temirdan 10 barobar qattiqroq material bu. Do'stlar, hozir biz Samarqandga kelgandik. Akamiz shunaqangi noyob ketmonlar, yana nimalar ishlab chiqarilyapti bu yerda? Ketmonlar 6 xil razmerda tiqilyapmiz. Mana kattasidan mana bu chopuq ketmongacha o'roq tig'i yasayapmiz. Lopatalar 4 xil assortimentda qilyapmiz. Hozir men lol qolgani mana shu kesib yubordi. Endi mashina urib ko'raymi hozir? Kesib yuboraman. Bemalol, qattiqroq uravering. Mana. O'tmas bo'lmaydi, tosh boshga qaytmaydi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, yaqinroq olib keling-da mana. Hech narsa bo'lgani yo'q do'stlar.